Assalomu alaykum qadrdonlar. Hammalar salomatmisizlar? Ko'rib turgandan xursandman. Hozir menga kelayotgan xabarlarni ham bir-bir o'qib turibmiz. 21:03 biz boshladik. Masalalar ko'p. Havo ham sekin-sekin o'zgarishni boshlayapti. Agar yomg'ir yog'ib qoladigan bo'lsa, biz orzu qilib turgan yomg'irlar bo'ladigan bo'lsa, ishlarimiz yanada ko'payib ketadi. Shuning uchun hammalar iltimos belni mahkam bog'lab tayyorlanamiz. Mana o'sha kunlar yetib kelyapti. Biz o'zimizdan ko'rsatadigan. Shu ba'zi bir bizni baland dimoq do'stlarimiz o'z paytda qog'ozlarda hammasi zo'r, qishga tayyorgarlik ko'rdik deganimiz mana g'alvir suvdan ko'tarilgan payti. Qani ko'ramiz kimda qanday tashkil etilganligi. Bunda endi jonli efirda hech qanday yolg'on bo'lmaydi. Biz bilasizlar ko'rsatuvimizni to'g'ridan to'g'ri gapiramiz butun kamchiliklarni. Kamchiliklarni bartaraf etish har doimgidek birinchi navbatda mahallalarga qolgan, mahallalarning rahbarlari shu yerda o'tirishibdi. Ba'zi bir kommunal xizmatlar rahbarlari ham ba'zi bir deganlarim bir xilla kirishni xohlashmaydi. Mayli, buni alohida ertaga rahbariyatga yetkazamiz. Bu bayram hammamizniki. Men iltimos qilaman, demak hozir meni eshitib turishgan bo'lsa, televizorda ham ko'rishib turishibdi. Demak yozishni boshlaymiz va masalalarni hal qilishni ham boshlaymiz. Birinchi boshlaymiz. Rahmat Shayxontohur tuman uy-joy kommunal xizmatiga shu yerda ekanlar, baraka topsin. Yaxshi deyish kerak. Xo'p, Shayxontohur tumandan boshlaymiz. Mana shunday bo'lib qoldi. Marhamat, Shayxontohurdan kim bizda kommunaldan? Sizga ming rahmat do'stim. Rahmat do'stim. Zuhriddin shu yerda boshlaysiz bo'lmasa masalalarni hal qilish. Birinchi masala. Assalomu alaykum. Ipakchi 5-tor ko'chadan Dilshod ekanlar. Ipakchi mahallasida istirohat kesib o'tuvchi ko'chani katta ko'chadan farqi bo'lmay qoldi. Mashina qatnovi ko'chaga chiqa olmay qoldik. Endi bu yerda siz emas ekan, ko'proq hokimga yetkaziladi bu narsa. Endi mashinalar ko'paydi, buni ham hozir men bilmayman qana hal qilinadi. Boshqaligi skvoznoy ko'chalarga ham kiritib bo'lmaydi. To'g'rimi Zuhriddin? Bitta skvoznoy ko'chaga kirsa odamlarning yashaydigan joylari ham bor. Mashinalar ko'paygan. Lekin buni aytaylik, svetofor yoki bir cheklovlar qandaydir bir tezlikni pasaytiradigan bir o'ylash kerak ekanda. Bir kunda hal bo'lmaydi, shu masalani hokimga yetkazinglar. Shunarli yetkazamiz. Rahmat. Xo'p, Yashnobod tumani. Shohruh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahbariy majlisdanmi? Hozir 10 minutda kiradilar o'zi. Qara, assalomu alaykum. Ismim Jasur. Toshkent viloyatida yashar ekan. Lekin Yashnobod tuman Shohomardon va Ohangaron ko'chalari kesishgan joyda metro yo'li nosoz qoldi. Ozgina joy qolgandi. Buni qachon qilib berasizlar? Hozir qatta aytayotganlarni joyga chiqib bitta ko'rib. Qarasanlar, o'sha 1 yildan beri ko'ryapsanlar ku. Ko'rdinglar, haqiqatan shu joy qolib ketgan. Nima uni odamlarning jahlini chiqarasizlar? Toshkent viloyatidan yozishyapti bizga iltimos qilib. Sen ham hozir olib borasan-da gap bu kam. Ko'ramiz, dastur tuzamiz, sessiyada ko'rib chiqamiz, ovoz beramiz, keyin ko'ramiz 2029. Keyingisini yoz. Assalomu alaykum Furqat aka, Yashnobod tumani Tuzel, Chingeldi mozorini oldidagi stolbalar chirog'i qo'yilmagan. 77-stolba. Nima bo'ldi shu 77-stolba? Barakatda Toshshahar Nurshoddami? Kirganmi? Toshshahar Nurdan. Nima bo'ldi? Sen ham bilmaysan. O'tgan galam Azimam ha dedi. Shu 77-stolbani qo'yib bermagan uchun men tinch qo'ymayman sizlarga. 76tasini qo'ygan, 77-sida nima endi? Nimani poylab turibsizlar? To'yam puli berib bo'lingan-ku davlat tomonidan 77dagi. Yo boshqa ko'chaga o'tib ketib qoldimi? Men seni o'rningda bo'lganda hozir prokuraturaga yozib bergan bo'lardim. Shuncha paytdan beri qani stolba xatga ketib qoldi, nimaga qo'yilmadi deb. Bir yaxshi gapirdik, ikki yaxshi gapirdik. 16 marta yaxshi gapirdik, bo'ldi. Yaxshi gapi ham chegarasi bor-ku. Uchtepa. Kim Uchtepada? Assalomu alaykum Furqat aka, labbay. Yomon eshitilyapti. Assalomu alaykum Furqat aka. Va alaykum. Kim bu Uchtepada?
O'sha Kamuraniydan men Islomman Yo'ldashev. Laziz qani? Razika ham shu yerda edi hozir. Qara, nima bo'pti? 11-kvartal, kechirasiz, 11-dom ekan, 11-kvartal, to'g'ri. Dom 2, kvartira 36. Батарея еле-еле теплые. Заявку давали в УК, бездействует deb. Malahova yozibdilar. Mana qarang, telefonni hozir Laziz kirsin bu yoqqa kattakon. Hozir hokim oldidadir menimcha. Xo'p bo'ladi, xo'p. Arvarlar 3tepa 11, 2-dom 36-kvartira. Hozir chiqazaman, Furqat aka tushundim. Keyin Toshshaharni o'sha yerda ekan-ku. Assalomu alaykum Furqat aka. Va alaykum assalom. Qachon bu Yashnobod tuman Chingelida 77-talbani qo'yib berasizlar, o'rtoq? Uni rais bilan gaplashishdi. Rais olib beradigan bo'ldilar. Olib bersalar bolalar tayyor qo'ng'iroq qilishar ekan, qo'yib berishar ekan. Adam u rais nima? O rais boyvachcha ekandi, rahm. Ya endi homiy orqasidan ekanda. Bu davlat qo'yib bermagan bu 76tasini. Yo, u anaqada tamasi men qarorda o'tirgan ekanda, Furqat aka. Yil o'tirgan bo'lsa. Xo'p bo'ladi. Bechora mahalla raislari hamma narsaga sarson sargardon, baraka topishsin. Shohruh, eshitdingmi? Eshitdim boshliq. Agar shu ishni qilib berayotgan bo'lsa, birinchisi ketilgan mablag'lar to'g'ri ishlatilgan yo'qmi bilib berasanlar, hamda shu qilib berayotgan odamga alohida rahmat aytib, mahallaga chaqirib duo qilib, shu topib bergan odamlarga rahmatini aytib qo'yasanlar. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Yangi hayot tumani. O'bi aka. Assalomu alaykum Furqat aka. Assalomu alaykum. Xo'ja Uchqun istiqbolda Murobot akaning ishi nima bo'ldi aka? Bu sovuq suv o'zi menga va'da beryapsizlar har oy hali ham o'tmadi u yoqqa ishlar. Hali yetib bormayapti-da Furqat aka, lekin ish ketyapti. Yangi guzardan ketyapti ish. Ketyapti-da, Xudo xolasa qilib beradi, u anaqa qilmaydi. Markaziy emas, lekin o'shanaqidan yetib boradi suv. Murobot akadan emas, u yerda hamma aholida suv masalasi turibdi. Kim menga aytdi? Kim menga aytdi? Shunda aytdinglar menga o'tgan gal rayonlar aylanganimda haligi quduqdan naporda chiqaryapmiz suv deb. Yangi gulzor bo'lyapti-da, ozgina qoldi. Hozir bu yoqqa qarab kelyapti, Xo'ja O'shqinga qarab kelyapti-da. Ham bo'ladi, odamlar yana aldab qoldik-ku odamlarni. Ya shu aldab qoldik, endi men ham ochiqcha ayta olmayman shu. Bilasizmi nimaga? Ishonmanglar kattakonlarning gapiga, ishonmanglar. Ertaga bo'ladi, indinga bir amallar. Ular kun o'tsa bo'ldi-da, ertaga yana yangi bahona topiladi. Men odamlar kamida 500 ta 600 ta oila hozir azob chekyapti-da. Bilmaydi. To'g'ri. Bir hokim janoblarga aytaylik, iltimos. Xo'p, Furqat aka aytaman. Xo'p. Skvajina qilib berishadimi? Sal osonroq variantini qilib hozircha. Gaplashaman Furqat aka. Yangi hayotdan kim edi hozir kirgan? Farruhmi yoki kim? Yo'q, Farruhmi. Farruh kirdi shekilli. Ular hozir ko'chada aytdi. Alisher kirdi, Alisher Furqat aka. Xo'p. Yaxshi, Alisher faoliyat tursin. Mirzo Ulug'bekdan kim kirdi? Bugun Ilhom kasalxonada, lekin bizning televizorda ko'rib turibdi. Ilhom. Assalomu alaykum. San'at shu yerdamisan? Ha, shu yerdaman. San'at yozib ol, hozir Ilhom ham ko'rib turibdi. Ilhom, meni ko'rib turibsan televizorda, bilaman. Больничный palatada bo'lsang ham. Shu narsa nazoratingga ol, Mirzo Ulug'bekniki hamma tumanniki ham zarur, saniki ham o'ta zarur. Sultoniya mahallasi hududi tartibsiz ko'cha savdolari avjida ekan. Kim nazoratga oladi deb. Bu endi nazoratga oladigan kattagonlar bor, o'zi ruxsat berganlar. Kiritib yuboringlar uni hokimga. Bu uyalmanglar. Ilhom, tushundingmi? Uyalma. Bu seni nuqtai emas, seni tochkalaring emas u. Qo'rqadigansanlar. Kimdir o'ziga tochka ochib qurilish bo'yicha bo'ladimi, boshqasi bilan tartibga solib bersin. Hech kim haydaylar deyotgani yo'q, tartibga solib bersin deyapti. Ko'chaga chiqib ketishyapti-da. Men ham bo'lganman Sultoniya bilan Chimyon mahallasining o'rtasida. Tartibli qilib qo'yinglar bo'ldi. Odamlar maza qilib arzonga olib ketadi narsalarni. Chilonzor. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Chilonzor 8-kvartal 53-uy 12-xonadon. Tomdan suv oqadi. 2 marta ariza, 5 marta zaifga berdim. 3 oy bo'ldi, natija yo'q. Kommunalning yo'qmi? Unaqalik postoyanno kirib turardi-ku oxirgi paytda, faol edi. Yo'q, Baxtiyor Sultonovich ertalab yig'ilishlari bor ekan, o'shanga tayyorgarlab qo'yadi. Hozir kiradi. Baxtiyor Sultonovich kim u? Baxtiyor Sultonovich men hozir tanimadim uni. Ularning rahbarligi. Baxtiyor Sultonovich shahar hokimi mo'g'ullari. Birinchi mo'g'ul. Xo'p. Ertalab yig'ilishlik bor ekan, o'shanga tayyorgarlik qolib ketdi. Hozir kiradi deyman, o'taga. Men o'yladimki, odamlarni dardini eshitish, hokim o'rinbosarining dardini eshitishdan yuqoriroq turadi deb o'yladim. Adashibman-da, Chilonzorda unaqa emasmi? Nimaga Baxtiyor Sultonovichdan cho'chigan odamlarni zaifkasidan cho'chimaydi bular? Menga buni hozir kiradi. Yaxshi, men ertaga Baxtiyor Sultonovichga yetkazaman. Siz odamlar bilan muloqotga kirgizmayotgan ekansiz. Shunaqa desam bo'ladimi? Nima dedi Furqataka? Chiqarib yuboringlar telefonni bo'lmasa, o'zingizlar hal qilinglar. Shunaqa gapirmagan bo'lsanglar. Menga yozib olib, hech bola ish qilmaydiganlar kerak emas. Men ochiq-ochiq jonli efirda aytaman bu gapni. Ras bo'ynimizga oldikmi, qilamiz endi, yomon bu ko'rinsa ham. Berishadi, qilib berishadi. Hozir aytmaysan, o'zing qarab turasan bu narsaga. Ustida bosh-qosh bo'lasan. Tushunadi. Yashnobod tumani. Hozir uni deymi? Keldim. Uni Ohangaron ko'chang bilan anaqa qilib qo'yinglar, 50 metr qolib ketgan joy Toshkent viloyatida menga chiqishyapti. Odam uyalib ketadi bir mahal. Tushundim. Keyin Furqat aka, ana Chingilda, ana Mozor ko'chasi aytilyotdi-ku, Stalba bo'yicha. Chiroq. 77. 76-77. Hamma narsasini olib qo'yganmiz, bitta iltimos bo'lardi. Toshshahar Nurdan shu vishkasi bilan odamini bersalar, shu qo'yib bersa bo'ldi deydi. Hamma narsa mahalliy idora turibdi. Chiroq, lamchi, hamma narsasi Stalbaga qo'yiladigan narsa. Bo'ladimi o'rtoqni qilib bersa Toshshaharda? Toshshaharda vishka odamini qo'yib bersa bo'ldi. Hamma narsa mahalla turibdi. Bo'l, ertaga bolalar uchrashadi raisga bo'lmasa. Rahmat. Ulug'bek akaga uchrashsin, hamma narsa mahalla turibdi. Tayyor. Uni Stalbalarni kim olib berdi? Mahalla raisi o'zi anaqa qildi. Stalbalar bor, narsa tepasiga qo'yiladigan chiroqlarni hammasini tashkil qilgan, mahalla raisi. Alohida rahmat deb qo'yinglar, baraka topsinlar. Rahmat. Xo'p bo'ldi. Yana bitta bor ekan, qara, G'ijduvon 1-tor ko'cha, 44-uy. Ko'cha chirog'ini ustida avariya holati bir tomonga og'ib qolgan ekan. Mansur Ro'shan aka yozibdilar. Furqat aka iltimos Stalbani almashtirib bersin. Ro'shan aka endi bilmadik, buni bir o'rganib ko'rsin, xo'pmi? Mana yigitlar hal qilib berishyapti. O'rganib beringlar, xo'pmi, o'rtoq? Xo'p bo'ladi. Keyingisi ham sizlardan aka. Здравствуйте. Подаю заявку 4-й раз. До сих пор не решили проблему. Дали отопление, но в зале его нет. Там стояк холодный. Первый проезд Алимкент, дом 38, квартира 2. Нет Ткачева. Telefonlari bor, hozir tashlab beramiz. Shunday. Mozor tumani. Assalomu alaykum. Men ko'zimga ishonmayapman. Shavkat akamlar shu yerda? O'zim. Yo'q, qoyilman. Keyin bizga ta'til nimaligini tushuntirib berarsiz? Men o'ylaymanki, endi 100% bajariladi masala. Ya'ni yozing. Sog'bon, Guzar Sog'bon joyi, bu Guzarboshi mahallasi, maqola 40 ko'chaning nomini yozinglar. Maqola 44-uy, svet kelmayotgan ekan. Inomxonjon Baxtiyor yozdilar. Buni hozir chiqartirib yuboring. Bu momentalni hal bo'lishi kerak bo'lgan masala. Uchtepa tumani. Kommunalniga rahmat. Rahmat shu yerda o'tiribdi. Assalomu alaykum. Ko'ksaroy mahalla 5-tor ko'cha, murojaat qilaman. Kanalizatsiya masalasi uzoq yillar tashlab ketishgan. Faqat ishga tushmagan. Ahmad, qachon ishga tushirasizlar o'rtoq? Endi sen hozir hokimga gap demasin deb qurvaravani olib qochasan. Kommunalchilarchi, ular to'g'riroq bo'ladi-ku gaplari. Shartta gapirishadi. Nima deydi kommunalchilar? Qachon qilib berasizlar? Chiqib ketdimi? Endi nima? Shu yerda ekan. Furqat aka, u masala biza tumanda qolmaganda masalasi, Zangata bilan masalamiz qolgan. U bitganiga 2 yil bo'ldi. Mana qara.
qo'l bor, oyoq bor, oyoqda mundoq yuriladi, qo'lda borib eshik taqillatiladi. Zangiota tuman hokimiyatiga, boshqasiga mahalla raisi bor, yettiligi bor, kimdir bor. O'tiradimi Zangiotaga qay? Ular nima aloqasi bor? Qanday Zangiotaga o'tib ketganlar Zang. Xo'p, nima qilaylik? Endi masala qolib ketadimi? O'zbekiston. Tushunarli, Furqat aka, bu bo'yicha alohida men o'zim sizga axborot beraman. Emas, menga ishlatib beringlar uni. Va ertaga eslatgan, men tuman hokimiga aytay, menga aytishadi-ku, undoq qildik, bundoq qildik. Kelinglar, qilib berishsin buni. Endi Zangiotada 2038-yil ham poylab o'tirmaymiz-ku. Tushunarli. Xuddi Zangiota deganda sizlar men bilmadim, haligi qaysi davlatni nazorat qilyapsizlar. O'zimizning ko'chaning narigi tomoni bo'lsa. Olmazor tumani yozib olaylik, ikkita kelibdi. Shifokorlar mahallasidan. Birinchi masala 94-devorlar bolalar o'ynaydigan hech qanday devorida bolalar o'ynaydigan hech qanday sharoit yo'q. Ya bu nima? Devorda bolalar o'ynamaydi-ku, nima bunaqa yozdinglar? Mayli, ikkinchi masala domni ko'cha tomonidan yashil zona ma'lum qismi mashina uchun parkovka qilib olishgan. Hokimiyat tomonidan tashkil qilingan yashil zona o'zboshimchalik bilan yo'q qilib tashlangan. Endi buni ko'rib beringlar, bu qanaqasi yo'q qilib tashlanadi? Shavkat aka. Daraxt kesilgan bo'lsa javobini bersin, kim daraxt kesdi? Keyingisi Almazorskiy rayon. Bilasizlar, Glaznoy oldidagi domlar. Dom 5, kvartira 51, нет света. Irina Veniaminovna yozibdilar. Irina Veniaminovna сейчас будет заниматься. Tushundinglar? Glaznoy больница tomonda, tashqi domlar. 5-dom, 51-kvartira. Xo'p, Sergeliydan. Bahrom. Assalomu alaykum. Xonobod, здравствуйте. Беруни, birinchi проезд, 20-dom. Отключили свет aka. Svet zudlik bilan shug'ullan. Mirzo Ulug'bek rayoni, San'at, TTZ tur, 36-dom, bir oydan beri lift ishlamaydi. 9 qavatli dom. Endi men bu yog'ini bilaman. Nogironlar ko'p bo'ladi u yerda, yosh bolaliklar. Endi kim bo'lishidan qat'iy nazar 9dan, 8dan, 7dan tushish bu o'zi azobda. Tushish bitta azob, chiqish 8 barobar ko'p azob. San'at o'tirasizlar hozir. So'kish eshitmaylik. Hokim ushmasinlar, bilmay qolsinlar. Aytinglar bunaqa narsadan. Odam mahalla shuning uchun ham-da, odamlarning dardini to'g'rilab berish uchun. Yunusobod. Husan aka. Unda ishdaman. Assalomu alaykum. Добрый вечер, Furqat aka. Yunusobod, 4-kvartal, 28-й дом, 33-я квартира, Насыров. Нет отопления в спальне уже 4-й день. Telefonlari bor, adreslari bor. Hozir chiqartirib yuboring odamlar, ertaga chipoylab o'tirishmasin. Avariyli gruppalar bor. Xo'p. Yangi. Assalomu alaykum. Chortoq mahallasi svetofor masalasida Yusupov Mohira yozda murojaat qilyapman. Hech aloqaga chiqmayapti. Shu bitta svetoforni ko'rib bermaysizlarmi? G'alati ekan-ku bu. Furqat aka, uni men o'sha kengashni anaqasida ham gapirdim. Aytgan svetofor qo'yadigan standartiga ham to'g'ri kelmadi, anaqasiga ham to'g'ri kelmadi. Maktab bor, yangi remont qilinadi. Bor Mohira opani. Telefonlarida chaqirtirib, anaqasini yana tushuntiraman. Yo, kengashda ham biz отчет berdik-da, biz o'zimiz отчет berdik shu masaladan. Men hech narsa demayapman. 200 metr oldinda svetofor bo'lsa qo'yilmaydi. Men buni bilib turibman, lekin odamga tushuntirish kerak. Xo'p. Chilonzor tumani. 9-kvartal yozyapsam? 9-kvartal, 18-dom, 8-kvartira. Tangrieva Ilona pишет. Svet yo'q. Ertaga qoldirma bu masalani. Mana avvalroq kirdi o'zi kommunal. Bo'ldi, u kommunalniy xarajat kiradi. Давайте tez anaqa qilinglar uni. Hozir chiqartirib olaylik. Rayon, Yakasroydan kim? Jahongirmidi? Men ko'rmadim. Kim bugun? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yunus Rajabiy, 66/4, 14-xonadon. Gaz yo'q ekan-ku ertalabdan beri. Sen hozir Vahob Hamidovga qo'rqma, Vahob Hamidovdan, Sattorovdan. Aka o'qib bering deb turib. Ha, давайте kommunalniysga boshqasiga. Qo'bala. Yunusobod tumani. Husan aka. Здравствуйте. Юнусобод, квартал 3, дом 20, квартира 26, Шипихина Ольга. Меня затопили соседи сверху в воскресенье. 2 дня прошу моего ЖЭКа составить акт случившись. ЖЭК не составляет акт.
Ну, оно давно БСК называется уже. Husan aka bir mahalla raisiga boshqasiga aytib akt qilib qo'yinglar, to'g'ri aytyapti. Ertaga pulni olaveradi ular. Tushunarli. Nima qilib bersin? Затопили, пусть платят. Кто виноват? Sergeli yozib olinglar, Bahrom. Sergeli 3. Sergeli 3, 27-dom, 7-xonadon. Sergeli tumanidagi befarq qoldirishayotgan ekan. Zalda bitta отопление iliq, ikkinchisi отопление butunlay o'chiq. Suv haligacha ertalab bilan kechqurun juda past ekan. Sergeli tumanida mas'ullar o'zboshimchalikka Zoomga kirib o'tiradi. Ko'zbo'yamachilikka Zoomga kirib o'tiradi. Mening murojaatim o'qilganda yozib oladi ham, menga aloqaga chiqmaydilar. Mana hurmatli Bahrom aka, men buni o'zim yozganim yo'q. Ha, kiritaman. Nimani aniqlik kiritasan? Yozib olganingizda niye qo'ng'iroq qilmaysizlar? Mayli, qilib bera olmagan bo'lsanglar. Qilish kerak. Hozir mana shu anaqa bor-ku, topgin. Berib yubor shu Sergeevich, hozir qo'ng'iroq qilsin. Juda to'g'ri yozganlar. Ko'zbo'yamachilikka o'tiriladi. O'tirdim, ham jinni Furqat gapirsin bir narsasini, mayli. Biz bir chidab beraylik. Bajarmasak nimaga o'tiribmiz bu yerda? Oylay olib. Men o'qib beraman har gal hamma narsani. Pichoqni o'zimizga uramiz, keyin boshqasiga uramiz. Sergeli yangi hayot. Деревья смыли, даже в квартиру дышать не. Елена, о чем вы пишете? Вот, в проиве дорог и деревьев для смыва пыли. Что это такое? Я не понял. Елена, напишите правильно, пожалуйста. Yashnobod tumani. Berib yubor hozir telefonni, Bahrom qo'ng'iroq qilsin. Yashnobod yozib oldi. Aviaslar Тор, дом 35, квартира 70. Нет отопления по всей квартире. 5-й год не могу сделать. ЖЭКи каждый раз отговорки. Сантехника нет и так далее. Интересно, а куда они деньги девают, которые от вас собирают? Тоже вопрос очень интересный. Telefonlari ham bor. Berib yubor u haligi o'zini qotib tutayotganligi. Gap bermaydiganligi. Tushundim. Uchtepa tumani. Здравствуйте. Учтепинский район, 13-й квартал, 17-й дом, 43-я квартира. Нет отопления. ТСЖ обращаюсь, нет результатов. Chiqartib shu bechora TSJlar ham boshinglarni yedi-da. Alaykum Furqat aka, bizda TSJ yo'q, 13-chi kvartalda xudo xolasa boshqaruv servis kompaniyalariga o'tganmiz. Men Mayli, ular odamlar haligacha JEK deydi. Odamlar haligacha JEK deydi. Nima endi ularni hozir oqlash kerakmi? Bo'ldi, yo'qmi? Yo'q, chiqish kerak, to'g'rilab berish kerak. Tushunarli. Hop, Chilonzarskiy rayon. Mahalla Qozirobod, улица Tersariq 3, нет света. Zudlik bilan chiqartirib yuboringlar. Sergeli tumani. 3, 78-uyda yashaymiz. Elektr toki qo'lbola qilib o'zimiz stolba o'rnatib tortib qo'yganmiz. Nima bo'ldi shu masala, Bahrom? Aniqlik kiritsak, unaqa Sudana ko'chasida unaqa daraxt ekilgan joylar yo'q. Mana Husan aka 5 tasini topib noto'g'ri yozilgan. Men yozmaganman deb video menga tashlab berdi Yunusobod tumani. Sizlar nimaga tashlab berasiz unaqa yo'q deb. Mana Sergeli 3, 78-uyda kirdik. Men bunaqa yozmaganman. Kechirasizlar, menda hammasi joyida deb nima chiqartirib berdi? Men qayerdan ishonaman sizlarga? Yaxshi. Mirzo-Ulug'bek tumani. Почему hokimga yozayotgan ekan? Почему тротуарный плит на станции Буйки-Пайкеле уже много лет не приводит в порядок? Ну, сейчас, извините, не по адресу, Санат не сможет Хакиму зайти, Хаким его поругает, поэтому, не знаю, этот вопрос, наверное, вам надо обращаться в прокуратуру. Ну, что он скажет? Сейчас он скажет, он то ли с работы выгонит его, то ли его обматерят. Поэтому давайте, сейчас этот вопрос отдельно будет. Mirzo-Ulug'bek tumani, Yalang'och mavzesi 312-bog'cha bozor oldida mashina juda tez-tez yuradi. Лежачий полицейский o'rnatishning iloji bormi deb Suraya Mirsagatova yozibdilar. Ilhom, sen hozir yozyapti, sen qaragin, bu endi o'zidan o'zi qo'yilmaydi, GAI bilan kelishiladi, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak. Tan o'z boshimchalik bilan qilmanglar, undan o'zining tartib qoidasi bor. Biz o'zimizcha qila olmaymiz.
Mirobod tumani. Alisher aka. Alisher aka. Ikkita aka uka shu yerda ekan. Здравствуйте, Mirobodskiy rayon, улица Aq'uy, Oqyo'l. Oqyo'l. Mana ruscha yozganga ruscha talaffuz qildim. 57 57. С 12 дня нет света. И Качур Ярослав. Alisher aka, nimaga с 12 дня? 12 дня emas, 12 часов bo'lsa kerak. Ну, Alisher aka. Eshitaman. Men sizga o'xshab maktabni bitirganman. DNY deb qo'yasiz. Bu dnya deb o'qiladi. Chasov bo'lsa CHAS bo'lardi. 12 dня demoqchi-da, to есть kunduzi 12 dan beri. Telefon есть? Menga qara, telefon tashlab ber. Tak, qaysi ekan? Ha, mana telefonlari bor ekan. Давайте hozir chiqartirib boringlar. Alisher aka. Tushunarli. Tak, Oqyo'l sizlarda-ku, bu Oquy mahallasimi? Yo'q, Oqyo'l temir yo'lchilar mahallasi. Alisher aka. Eshitaman. Mahallasimi? Sizlar eshitmayapsizlar meni, oxirigacha eshitinglar. Temir yo'lchilar mahallasi deb aytayapman-ku. Oqyo'l to'g'ri bo'ldi. Anaqaga chiqib ketadigan, tushundim. Tezkorga chiqib ketadigan. Sergeli, qani Sergeli? Строительda svet o'chgan. 30 minut bo'lib qoldi. Tez chora ko'ringlar. To'ppa-to'g'ri qilishadi. Fatima yozdi, to'ppa-to'g'ri. Svet o'chgan bo'lsa tez chora ko'rish kerak. Hozir o'tirib, dastur tuzmasdan. Reklamamiz bormi? Bormi yo o'qiveraymi? Demak, Yashnobod tumani. Yozib olinglar. Proyekt Shavkat 11-uy. 21-oktyabr zavki beruvdim, sizlarga ham beruvdim. Ko'chamizda turba tekshirgan, hech kim kelmadi, telefon qilmadi, dispetcher qabul qilmayapti. Uy egasi To'ychiyev. Sizlar ham qoyil qolmayman deb bitta telefon qilib nima bo'ldi, nima qildi? Suvsozga kerak emas bu narsa. Suv qancha ko'p oqib ketsa, shuncha keyin spisaniya qilib yuborishadi bizga. Nimaga 21-oktyabrdan bir zayavka berishadi? Nimalar deyapsizlar? 21. Vodokanalga zayavka bergan. Xo'p, hozir reklama ekan, reklamadan keyin qaytib kelamiz. Korzinkada bananlar kilosi atiga 17.990 so'mdan. Mehr uchun vaqt toping. Asl baraka. Bavi. Atabekov. Sinalgan sifat. Tomoqda og'riq. Har so'zda yengillik. Bravo Premium. Haqiqiy sayyoh, haqiqiy lazzat. Korzinkada Xitoy mini mandarinlari kilosi atiga 26.990 so'mdan. Kutib oling. Toshkent kanalida yangi mavsum. Telekanalimiz siz sevgan loyihalar, yangicha ko'rinish va kutilmagan yangiliklar bilan siz tomon oshiqmoqda. Biz siz uchun ishlaymiz. Siz haqingizda o'ylaymiz. Toshkentdagi hayotni qalbingizga olib kiramiz. Hayotning ekranga ko'chgan tasviri odamlar orasida novellasida. Toshkentda iste'dodlar ijrosi orqali yangi yulduzlarni kashf eting. Zamonaviy avlodning yuragi qayerda uradi? Albatta, Trenddasiz loyihasida, poytaxt yo'llarida. Bu harakat, xavfsizlik va hayot-mamot haqida. Toshkentning ilm maskani, bilim, fan va ta'lim dargohlariga sayohat. Poytaxtga tashrif buyurgan taniqli mehmonlar bilan suhbatlarni Go'y stolitsida tomosha qiling. Ijobiy emotsiyalar, tabassum va yumorlarmi? Unda yaxshi kayfiyatni ko'ring. Qo'shnilar, yaqinlar, samimiyat va qo'shnichilik qadriyatlari. Ekran ortidagi sirlar va siz yoqtirgan ijodkorlarni kadr ortida ko'rsatadi. Poytaxt tunlari qanday o'tadi? Toshkent oqshomi, poytaxt hayotining romantik va ilhomli kechalari.
eng quvnoq, qiziqarli va hammabop ko'rsatuv Toshkentdan ko'rsatamiz. Kutilmagan mehmon, nogahon tashriflar, taassurotlar va syurprizlar. Dunyoning yana bir sirli xilqati 8-mo'jizada. Yuraklarni yuraklarga bog'lovchi uchrashuvlar markazi. Uchrashuv Toshkentda. Xorijning eng sara turli janrdagi filmlari, klassik va zamonaviy milliy kinolarimizning namunalari va albatta bolajonlar uchun rang-barang multfilmlar. Toshkent telekanali bilan birga bo'ling, chunki bu yerda hayot jonlanadi. Yangi mavsum, yangi kayfiyat. Korzinkada arzon mol go'shti yog'li qiymasi kilosi bor yo'g'i 84.990 so'mdan. Assalomu alaykum. Mehr uchun vaqt toping. Asl baraka. Yaxshiyam, Trimol mavjud. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. Musa bor bo'lsa uyda, ovqat tayyor bir zumda. Bavi. Korzinkada arzon tovuq go'shti lahmi kilosi bor yo'g'i 39.990 so'mdan. Yashnobod mahallasida xonadonlardan so'ramasdan bog'cha qurilayotgan ekan. Men bilmadim bog'cha qurilsa bu yaxshilikka, lekin nimaga so'ramadi va nima bo'lyapti? Bir menga ertaga bilib bergan, xo'pmi? Yo, Furqat aka telefon qo'yganman, o'tgan safar ham yozuvdilar, nomerlarni beruvdilar. Cho'ta bog'lanish, gaplashish xohlashmay telefonni qo'yib qo'yishyapti. Murojaat qilganmiz deyapti, lekin ayol kishi ko'taryapti, telefonni bosib qo'yapti. 3 marta qildim. Bog'cha bo'lsa yaxshi-ku bu. Bog'cha bo'lsa, u bolalar ham chiqadi o'tga. Dom bo'lsa hali yig'lab olsak bo'lardi. Chunki siz iltimos yordam beringlar deb siz yordam bersa siz telefonni ham oling-da. Telefon qilayotganman, nomerlaringiz bor. Men tashlab yuboryapman, tashlab yubormayman. Lekin bog'cha qurilayotgan bo'lsa rahmat. Bog'cha bu zo'r. Tak, Shayxontohur tumani Yozval 3 ta ekan. Birinchisi Shofoizdan Oqtepaga chiqish ko'chasida ko'prikni buzishgan. Qachon ta'mirlashadi? Biroz hokimga aytib qo'yinglar endi, bo'ldi, bir har doim eshitmayotgan bo'lsalar, aytinglar, eshitishmayapti, keyin men o'zim chiqaman boshqa yo'l orqali. Shayxontohur tumani Komolon mahallasi Tutzor ko'chada sovuq suv bosimi past ekan, quvur chirigan ekan. Shayxontohur tumani assalomu alaykum. Bog' ko'cha mahallasida 14-dom va 13-dom ko'chalari qazildi. Tuproq shag'alni o'ziga ko'mildi. Iltimos shuni tugallab berilib, Soyib Sarvarbek yozibdilar. 14-dom, 57-xonadon. Bu haligi kanalizatsiya kirgan, bilasanmi? Xabaring bormi ota? Yo'q, bu yerga kanalizatsiya emas, Furqat aka 14-uyda oltita issiq suv qazib yaqinda ishladi, hali asfalt qilmagan edi. Bu anaqa emas. Men borganimda haligi 200 ta xonadonga qolib ketgan kanalizatsiyani qilishuvdi. Kanalizatsiyasi bor edi bularning. Yo, bir tashnit qilinglar. Bo'lmasa anaqa qilinglar. Hozir bitta yomg'ir yog'adi-ku, bitta yomg'ir yoqqandan keyin usatka bo'ladi. Usatka bo'lgandan keyin bemalol qurganda qo'ysa bo'ladi. Qaqras yomg'ir bizga yordam beradi hozir. Bo'ladi, shuni. Rahmat. Tak, Yunusobod yozib olinglar. Men aloqaga chiqmanglar, yozaveringlar. Yunusobod 11-kvartal 57-дом. В подвале опять прорвало трубу. Отопления нет. Таджибаева. Телефонлары бор. Мирзаулубекский район. Улица Мирзаулубек, дом 63. Отключили свет второй раз в день. Георгий пишет. Мирзаулубекский район. Махалля Элабад. Дом 105. Первые этажи нежилые помещения. Нарушение. Незаконная застройка. Endi buni ruxsat berganlar, o'ta ehtiyot bo'linglar, san'at ta'ni yemagan somsaga pul to'lab o'tirmagan, o'ta o'zining anaqalari bor. Sekin buni huquq tartibot organlariga yetkazib qo'yinglar. Olmazor tumani yozib olinglar. Kadirova Nargis Alisherovna, Chuqursoy mahallasi 13-uy 8-kvartira, 2-guruh nogironlar. Nogironlar vachasi turaman. Mahallamizda piyodalar yo'lagiga shaxsiy mashina yurib juda ham yomon qilib tashlangan. Shu piyodalar yo'lagida nogironlar vachasida yursam g'ildiraklarim teshilib qolyapti. Nogironlik nafaqam g'ildirak yamashib ketyapti. Iltimos shu piyodalar yo'lagida mashinalar yurmasligini ta'minlab, piyodalar yo'lagini ta'minlashga yordam beringlar deb telefonlarini beribdi. Sho'gadagi endi tushundingiz? Tushundim. Endi
sho'pirlarga ham aytaylik, bizani ko'rayotgan insof qilinglar, endi nogironlar yuradigan joyga ham endi buzmanglar, qadrdonlar. Mashinam bor deb. Sizlar ham bir narsa qilib qo'yinglar, balki haligi radar qo'yib qo'yiladimi, boshqasimi? Mana shu tarafga endi boshqa ilojimiz yo'q endi. Qarang, nogiron odam yozyapti. Sergeli. Ha. Parkovkasini qilib qo'yadi tepaga qilib. Sergeli 6A Bunyodobod mahallasi, 23-uy, 6-yo'lak, 7-etajda suv bosimi past ekan. 2 kontrol isitgich qo'yib qolyapti, kuyib qolyapti deb telefonlari bor. Tashlab berishadi hozir. Bektemir tumani yozib olinglar. Parkenskiy trakt ko'chasi 3-uy, 21-xonadon, Ismoilova Nilufar. Svet qachon yonadi? Bu yerda ko'p yozganlar, yosh bolalar bordi. Keyingisi Sergeli. Assalomu alaykum Furqat aka, men Esonov Jasurbekman. Iltimos gaz sho'chkini litsevoy qilib beringlar. Qumariq 8-dom, 68-kvartira. 2 oydan beri litsevoy shot ola olmayapman deb. Bahrom, nima bo'ldi bu ularning ishlari? Faqat bu emas, yana litsevoy shotlar bo'ldi. Tuman gaz zaryadkasi berilgan, buni dushanbaga olib boramiz degan, buni olib borish kerak deb so'rayman. Yaxshi ma'noda haligi anaqa qilinglar-da, xildodan ushlab olib bortirib beringlar. U gazni yoqa olmaydi ertaga. Qarshida svet yoni, Nurhayotdan svet yondi hozir mana. Ikkalasi ham muammo hal bo'ldi. Rahmat. Yashnobod tumani yozib olinglar. Massiv Tashselmash детский planshetkamiz bir qismini o'nqir-cho'nqir deb yozishdi. Yozda noqonuniy qurilish qilmoqchi edi. Shuni oxirigacha qilib berasizlar. O'rtoq anonimga salomimiz. Iltimos yozinglar, mana odamlar familiyasini, ismini yozyapti-ku. Keyingisi Bektemir tumani. Abay mahalla, Musaffo maskan, yangi dom, 25-dom, 130 ta xonadan отопление kechasi o'chyapti. Bu o'zingizlar bilasiz, haligimi kadastrdan o'tmagan dommi deyapman. Menimcha. Assalomu alaykum. Shu Musaffo masakani degan yangi domlar bo'yicha. Bu hozir quruvchilar bilan boshqaruvchi kompaniyalarda ishlayapti, bartaraf qilamiz. Ha, buni oldin bartaraf qilib, hujjatni rasmiylashtirib. O'zingizlar bilasiz, uni o'zim xavfsizlik nuqtai nazaridan bir. Yaxshi, rahmat. Здравствуйте, Мирабадский район, улица Oqyo'l, нет света. Bannova Natalya. Hozir Alisher aka shug'ullanayotganinglar. Haligacha yo'q ekan. Mirzo Ulug'bekskiy gaplashdim Furqat aka, telefonni tashlab bersangiz gaplashardim shu telefon. Qarzdorlik uchun o'chganman. Вот ikkita telefonni beramiz hozir sizlarga. Alisher aka, telefonni hozir tashlab berishadi, Alisher akamga berib qo'yinglar, xo'pmi? Xo'p. Mirzo Ulug'bekskiy район. Уважаемый Фуркат Махмудхаджаевич, сегодня вы зачитали мое обращение. Не сегодня, а позавчера, по-моему, это Валентина Станиславовна. Вы в прошлый раз тоже писали, Валентина Станиславовна. Я вас тогда просил и сейчас прошу, дорогая, уважаемая, сейчас, конечно, Илхом выйдет, я сейчас Санат, тоже попрошу, чтобы сделали хашар. С другой стороны, вы, пожалуйста, тоже председателю Махали помогите, чтобы он тоже там задействовал, и не оставляйте в покое, хорошо? Все-таки один раз почистим, 2 раза почистим, но постоянно держать надо в чистоте. Алмазарский район. Алмазар Туманы дейли. Алмазарский район, да. Каракамыш 1/2, 17 дом. До сих пор нет никакой точной, а прошло уже 1,5 часа. В чем причина отключения света? Бабаджанян. Свет Бераслама? Ну, причина что? Трансформатор либо перегорел, либо нагрузка. Adres oldinglar-ku-da. Furqat aka, bu yerda hozir qisqa tutashuv bo'lgan, hozir yarim soatda yoqishadi, bolalar ishlashyapti. Самое главное, чтобы люди занимались. Если отключает свет, значит, что-то произошло. Assalomu alaykum. Bektemir tumani Majnuntol mahallasida elektr kabelni yerdan kovlab o'tkazishdi, lekin 1 oydan beri ochdi, hali ham uyilib yotgan ekan. Sergeli tumani 7-kvartal, 32-dom, 1-kvartira. Gaz sho'chki masalasida yozyapman. Haligi gaz sho'chki bo'yicha bu umumiy, haligi har bitta mahallani hokim yordamchisidan iltimos qilinglar, shug'ullansin shu gaz sho'chkilar bilan. Ko'p mahallalardan kelyapti. Bu hamma tumanlarga taalluqli. Shahantovur tumani yozib ol. Gulobod mahalla ko'chamizni kovlab tashlab, kabel o'tkazishgan 2 oy bo'ldi. Hali ham yamashmabdi. 9, 10, 11-uylar oldi ekan. Vaqti kelib qoldi, uni ham sekin usatka bo'lyapti. Toshkent telekanali Sergeli 6-kvartal, 17-dom ijarada turaman. Uchastkovoyim shu yerda vaqtincha propiskaga o'tinglar deb qo'ymayapti. Mani propiskam Yunusobod tumanida. Xo'p. Shtraf qilaman deyaptilar. Achilov Fayzulla.
Bahrom, buni ko'rib beringlar, o'zingiz shug'ullaning. Student bola ekan, u ijarada turgan bo'lsa, demak, viloyatdan kelgan qadrdonimiz. Qadrdonimiz. U yordam berish bizga ham qarz, ham farq ularga. Men hozir yozib ketaveraman. Yozib ketaveramasda faqat yozib olinglar. Yangi Hayot tumani, 3-qurilish hududi, 4-uy qarshisida bolalar maydonchasi yo'q ekan. Dilbar opa yozibdilar, 4-domda. Assalomu alaykum, Chilonzor tumani, Muqimiy ko'chasi 102-oyinda tomi teshirib chirib ketgan. JEK xodimlari bir necha murojaat qildik, amaliy yordam bermayapti debdi. Olmazor tumani, Xoncharbog' mahallasida Teshqopoq mozorida visokovoltli tok osilib yotibdi. Shamol bo'lsa odamlarga mayib qiladi, Xudo asrasin. Olmazor tumani, Nihol mahallasi, Guzarboshi 1, Guzarboshi 2 va 3 ko'chalari gaz past ekan. Sergeliyskiy rayon, улица Mirzo Haydara, проезд 11, дом 13, отключили свет. Kirina Natalya пишет. Sergeli, Yuqori Darxon, Navro'z ko'chasi 11-oy, xonadonda svet yo'q. Uchtepa tumani, 5-proyezd Quvnoq 38A. Mahkamov, demak Uchtepa tumani 5-proyezd Quvnoq 38-uy, Mahkamov yozibdi. Ko'kcha darvoza va Zakovat ko'chasi kesmasida 134-avtobus yo'nalishida Nazarbekka bekat yo'q ekan. Buni menimcha qo'yib berishdi. Bir ko'rib beringlar, menga erta aytasizlar. Bektemirskiy rayon. Здравствуйте, Водник, 2-й подъезд, дом 30А, квартира 40. Лифт не работает. Пиличук Елена. Bektemirskiy rayon, Bog'i Eram, 1-tor ko'cha, yana 1 soat bo'ldi, svet o'chibdi. Svet o'chdigani odamlar bilib turibman ishlayotgani, raqsga tushmaydi hech kim bunaqa payt. Bildimi ishlashayotganini? Siz svet beringlar, keyin aytinglar, svet berildi dedi. Tushunarli. Mirzo Ulug'bek rayoni, Milliy bog' ko'chasidan murojaat, hudud gaz sho'tchik bloklab ketilgan. Xuddi o'sha gap. Mahalla raislari, mahallani yetkazilgan a'zolar shug'ullanishsin, sho'tchiklar bilan baraka topkurlar. Yashnobod tumani, Assalom Furqat aka, Tuzel 2dan Ohangaron ko'chasi o'tishda svetofor qo'yib berishdan so'raymiz. 61-bog'chadan oldi ekan. Tuzel 2 21-dom yonida eski tekstil bino bo'lardi. Hozir shu bino buzib 16 qavatli uy qurishmoqda ekan. Tuzel 2 21-dom issiqlik tizimi uncha yaxshi emas ekan. Furqat Boboyev yozibdilar. Tuzel 2 21-uy 68-xonada. Endi svetofor bilmadim, qolgan masalalarni ko'rib chiqinglar, xo'pmi? Mirzo Ulug'bek tumani. Assalomu alaykum. TTZ 2 64-dom 18-xonadon. 2 ta xonadon 21-oktyabr noyabrdan beri отопление yo'q ekan. JEKka aytganda foydasi yo'q ekan. Endi buni shuni ham qilmasak uyat bo'ladi endi. Sergeli tumani yozib olinglar. Bo'ldi, tushundik. Kim? Shohruxni tinch qo'yinglar. Sergeli tumani. Qo'yliq 7 mavzesi 11-ko'p qavatli uydan Aziz yozibdi. Isitish mavsumi uyimizda umuman tayyor emas. Mutasaddiga bir necha bor murojaat qildik. Sovuq ekan uylar. Uchtepa tumani. 30-mavze, 49-uy. Pod'ezd oldida juda ko'p va keng qilingan. Ayvonlar qilingan, bolalar o'ynaganda mashina qatnovi juda ko'pligi xavotirdaman. Xo'p. Lekin chora ko'rilmabdi. Naves ayvonlar olib yo'lni kengaytirish lozim. Shu masalani ko'rib chiqing. Bu endi bir kunlik masala emas, ko'rib chiqasizlar. Yakkasaroy tumani. Улица Бабура 69/7, Nafiyeva. Нет света. Chiroq yo'q degan, chiroq. Svet yo'q degan. Yakkasaroy tumani. Meros mahalla Cho'ponota 57-uydan Otaxo'jayev Xayrulla. Bizning tupigimizda 12 ta xonadon bor, lekin shu paytga ko'chamizga yoritgich o'rnatilmagan. Buni bir ketidan yuringlar. Shahar qoq markazida stolba bo'lmasa. Mahalla raisi nima qilib yuribdi o'tda? Chilonzor tumani. Mahallasi, Dilkush ko'chasi 12-uy, 30-kvartirada отопление yo'q desa bo'ladi. Demak, ozgina bor ekan. Shuhrotaga yetinglar, mahalla raisi ko'rib turgan bo'lsalar hozir. Shug'ullanishsin. Shahantaxo'r Furqat aka, 5-katta bog', 4-uydan Mirsalihov Mirdilshodman. Nogiron farzandim bor. Sog' farzandimni kontrakti masalasi mahallaga chiqsam, yangi qonun bo'yicha o'ta kambag'allarga beriladi. Bizni qaytarib yuborishdi. Turmush o'rtog'im va ayollar daftarida turadi va nogiron bola boqadi. Men zavod ishchisiman deb telefonlar. Zuhriddin, mahalla raisi bilan bir ko'raylik, hokimga ham yetkazaylik. Agar o'rnatilgan tartibda bo'lmayotgan bo'lsa, balki endi mahallaning o'zini past baland joylari bor-ku, saxovatpesha insonlar bor. Tushunmasa?
Tushunarli. O'qityaptilar farzandlarini, o'qityaptilar. Bu juda savob ishda. Olmazor tumani, assalomu alaykum. Olmazor, Orzu mahalla, Beruniy ko'chasi, 371-uy. Yarim tom shifr, 75% yarim sutunka tom 25 challa qolib yopilgan. Chiqindi tashlash juda tartibsiz. Shuningdek, 71-uy tomida shifr chetlari uchib ketgan ekan. Ra'no Abdullayev yozibdilar. Yunusobod tumani, 2-kvartal, 26-dom, 74-xonadon. Polga yordam murojaat qilyapmiz. Uteplonni polga yordam berishini so'rayman. Mataxo'dni fol. Nima uteplonni fol? Tushunmadim. Husan aka bilib olaylik, uteplonni polga qanaqa yordam beriladi? Bilmadim. Uteplonni polga uteplonni qilib beraylikmi yo endi qanaqa qilib beradi? Biz ham uteplonnisiz yuribmiz, xudoga shukr. Tam balki boshqa narsadir, bilib beringlar. Olmazor tumani, yozib olaylik. Olmazor tumani. Qoraqamish 1-ko'chasi, Qoraqamish 2-ko'chasi, Sobon 11-tor ko'chada kabel yozilgan yozdi. Hali ham to'g'rilab, nega to'g'rilab bermadi? Sanjar har gal xo'p deysizlar. Rahmatlarni yozishga ustasizlar-ku. Kattakon rahmat hokimimizga. Nima qilib bermaysiz 3 oydanmi? Sanjar. Olmazor javob beringlar. Furqat aka, bu hozir qaysi manzilligini aniq nimasini aniq qilyapsizlar? Sizlarga har gal berishadi. Kabel qilinmagan. Sizlar просто qaramaysizlar, topmaysizlar-da, keyin inamay o'tirasizlar. Qoraqamish 1-ko'chasi deganingiz birikdimi? Bahona qilmanglar menga. Nima mahalla raislari o'tda yuribdi, 7 yil yuribdi. Biroz yetmaydimi, hamda muammo bor deb. Jinoyat Furqat aka. Olmazor tumani, Qizg'aldoq unaqa mahalla yo'q. Urs konteyner devor yo'llar juda ham yomon ekan. Nima degan ekan? Men telefonni beraman, bilib qo'yinglar. Baraka topinglar. Qizg'aldoq degan mahalla yo'q. O'zingizcha yozib tashamanglar. Mirzo Ulug'bek tumani. Yalang'och massivida poytaxt avtosalon tomonidan kirib kelishda Shirin bozorchi oldida avtomobillar juda tez harakatlanar ekan. Shuni ko'rib beryapti Nurbek Bekmurodov. Yakasarayskiy rayon, улица Абдулла Qahhora 2, отсутствует электричество. Александр сейчас занимается. Я очень надеюсь, что занимается, они сидят. Olmazor tumani, Namuna mahallasi, Qorasaroy 68-uy. Islom markazi ro'parasida joylashgan simyog'ochlar olib tashlansa, ammo elektr simlari tomlarida osilib yotgan ekan. Buni chiqartirib yuboringlar, ertaga odamni. Bo'ldi, olib tashalgan bo'lsa, olib tashalgan. Kim olib tashasiz? Kergili tumani. Qipchoq ko'chasi, Xonobod tarafda Islobod chiroqlari yoqib berishsin. 68-poliklinika oldida svetoforni tartibga solib berishsin debdilar. 39-uy, 34-xonadondan quruvchilar mavzesidan Abduazam. Mirzo Ulug'bek tumani, Humayun 24-dom, 10-xonadon. Zalimiz yaxshi ishlamayapti issiqligi. Saidov Xolmurod. Mirzo Ulug'bek, Humayun 24-dom, 10-xonadon. 2 marta yozibsiz. Здравствуйте, отопление очень слабо. В некоторых квартирах вообще холодная батарея. Yakasarayskiy rayon, перекресток Nukus, Babur, 6-этажка, dom 2A. Bobur mahallasi. Hamda qaramaydimi mahalla raisi? To'polon qilmaydimi? Sputnik. Виктор, 43-xonadon. Опять отключили свет. Allamurodov Bekmurodov yozdi. Gaz счетчиклari. Yunusobod tuman. 7-kvartal, 15-uy, 36-xonadon. Olmazor tuman, Ahil mahallasi. Bu Qizg'aldoq chorrahasi. Ancha vaqtdan beri asfalt o'yilib yotgan ekan. Shunday deydi, Qizg'aldoq mahallasi deysizlar. Odamlarga tushuntirib qo'yinglar mahalla nomlari qanaqa bo'lishini. Chunki yozilmaganda qayerdadir. Nihoyat yangi Yunusobod tuman Mavlono Riyoziy mahalla Istiqlol ko'chasi 15-oy oldi asfalt qilib berildi. Aholi nomidan hokimiyat vakili bo'lgan Azim akaga katta rahmat. Hurmat bilan Feruza. Azim rahmat. Nihoyat qilib beribsizlar. Rahmat. Chilonzarskiy rayon, Muqimiy, dom 156, kvartira 33, Sherbina, или, извините, если фамилия неправильно говорю, Sherbina, по-моему, да? Нет света ekan. Chiroq yo'q. 122-avtobus O'rikzor qo'yiliq yo'nalishda katta garmoshka avtobus qo'yib berishsin deb iltimos qilishibdi. Mirzo Ulug'bek rayon, Yalang'ach 9, kvartira 46, нет электричества. Yulia пишет. Shahantavurskiy rayon, Labzak C13, dom 31. Bu Leylani gapi, sen hokimga yetkazgan bu narsalarni. Uchtepa tumani, Farhod mahallasi 23-daha 2-uydan Mirzayev Sadulla.
7-8 ta qurgan shoh bor, 3 marta murojaat qilishgan ekan. Buni ham sizlar haligi o'zingizlar kesib tashlamanglar. Ekologiyaning ruxsati bilan, qog'ozi bilan keyin to'g'rilaysizlar. Semur. Bu хочу выразить благодарность председателю Махали Семурк Давлетбаеву Бекеджон за за привлечение жителей, голосование и победу в общем бюджете, до прокладки асфальта в районе. Сегодня асфальт уже прокладывает и меняется облик района. Shuhrat Boboxo'jayev yozdi. Bu mahalla raisi o'pin byudjetni yuttirib berdimi hozir? Ha, mahalla bu yil o'pin byudjetni yutishdi. Aholim bu yil asfalt qilib ketdik. 2 kun bo'ldi. Bekijonov yetkazib qo'yinglar, baraka topsin. Qolgan mahalla raislari ham hammaga chiqib olib, qilib ber degandan keyin men viloyatlarga chiqib keldim. O, o'ttigalar qanaqa o'pin byudjetni yutib olib, asfaltga qildirib ketishyapti, trubalar olib kelishyapti. Oho, tinim yo'q ularda. O'rganishimiz kerak ularda. Yangi hayot, Bekijon Akbarga rahmat Semur mahallasiga. Yangi hayot, Sputnik 4, 4-uy, 34-kvartira. У нас проблема, половина дома нету отопления ekan. Sizlar bir chiqib yangi hayotdan ko'ringlar bu opa dodini. Xo'p, Furqat aka hozir Madaniyat mahallasidan. Sergelidan, Madaniyat mahallasi. Saliyev Sobit, Qo'yliq 5. Bizni metro qurgan 3 yil bo'ldi, asfalt qilinmagan. Kachol to'g'risida avtobus bekati bor. Короче, buni hozir men sizlarga tashlab beraman. Juda ko'p yozganlar, bir varrolik, hurmat bilan yozibdilar. Здравствуйте, я Штабатский район. Тузель 3, дом 6, квартира 48. Дом батарея еле теплая. С 5 ноября по 14 не было отопления. Я писал везде. Sizlar buni uka bilan bir haligi viola bilan qilib qo'yinglar, ertaga pulini to'lamasin, azim. Xo'p bo'ladi. Mirzo-Ulug'bek tuman TTZ to'rdahasi BSK tashkilot dispetcher xizmati xodimlari aholi murojaatlariga muomala madaniyati yomon ekan. Sizlar aytib qo'yinglar, Ilhom, qo'ng'iroq qilib aytib qo'y ertaga. San'at gapira olmaydi. Sal so'kmasdan gapirsin agar. Odamlar gapiryapti, uyi sovuq bo'lgani uchun gapiradi. Bizning odamlardan zo'r odam yo'q. Tinch, hammasini aytishadi. Muomalani hech bo'lmasa qilinglar, baraka topinglar, будьте любезны ishlaylar. Assalomu alaykum Furqat aka, sog'misiz? Uchtepa tumani. Uchtepa, Diyorobod mahallasi 31-uy 8-xonadondan bezovta qilyapman. 2 to'r 6-yo'lak yerto'la suv bilan to'lgan. 5-yo'lakda kechadan buyon lift ishlamayapti. Dream House nomlarini qaranglar. Plus qilgan murojaat befarq. Sizdan amaliy yordam so'raysiz, Nigora telefonlarini beribdi. Endi do'stim, mana Aziz aka shu yerdami? Mana ko'rsatinglar suratlarni. Bular o'ylashadiki, odamlar boshqa qiladigan ish yo'q deb. Hammasini mana. Spasibo, fakt bilan ber. Ya, to'xtab turinglar, ko'rsatinglar shuni. Qaysi kameraga ishlaydi? Qaysi kameraga ishlaydi? Mana. Mana. Ko'p gapirmanglar. Qilib beringlar bu narsa. Sergeli tumanidan xuddi shunaqa. O'zgarish, No'g'ay qo'rg'on fuqarolar anchadan beri mahallamizda rais yo'qligidan qiynalyapti. Bu bo'yicha gaplashirgan, men tumanga chiqib kelganman. Keyin elektr simlari ham bor ekan, mana suratlarni ham yuborishdi elektr simlarini. Osilib yotibdi. Bilmayman, kommunalchiklari qattiq qaraydi u Abuzor aka. Hammaga ko'rsatinglar. Men hozir yuborishdi menga. Nimaga svet kelmadi mana bo'yicha haligacha? 3 soatdan beri shug'ullanyapmiz dedi vasili. Bektemirda. Abduxalil. Furqat aka, qilib qo'yib pastansiyada avariya bo'lgan hozir. 1 soatlik ish qolgan hozir. Qilishyapti bolalar. Endi 1 soat deganingiz kamida 2 soat deb, mayli, qilib beringlar, bugun odamlar svetsiz o'tirishibdi. Xo'p, men hozir tugatib 5 minut ichida. Keyin hech kim chiqib ketmasin, bittadan razbor qilamiz. Novnixol mahallasi Valentin Stanislavna 38-chi fasolston orqasini tozalab berish to'g'risida. Massiv строитель 11-36 Jurayevой. Нет электричества ekan. Yana электричество нет. Подаю 6-й раз заявку. Яшнобод, первый проезд, Олимпия 38, дом, 2-я квартира, нет Качева. Yana холодной воды нету. Yunusobodskiy rayon, Hasanbay 2-tupik Tinchlikobod, 36-uy, улица Baraka, нет холодной воды. Sergeli rayon, Xonobod, Sadoqat mahallasi. Sergeli tuman hokimiyatiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mahallamizga yangi transportni qo'ydirib berishdi. Rahmat, buning uchun rahmat. Endi tadbirkorlar hattoki Staban kabel ham o'tirish kerak emas. Xonobod mustaqillik ko'chalari ariza yozdik, elektrичеlik topshirdik, amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Yani oxirigacha yetkazib beringlar uni. Hammasi tadbirkor qilish kerak emas, to'g'ri aytyaptilar.
Shayxontohur tumani, Ipakchi mahalla, Ipakchi 5-tor ko'cha, Abduvaliyev Alisher. Suv o'chib qolibdi. Sergeli quruvchi 6B, 14-uy, Tigran pишет. Временно отключили свет и горячей воды. Mirzoulbekский район, улица Рыштан, дом 76, квартира 14. Анна, отключили газ. Не за уплату, оплатили счетчик, не включает. Sizlar bahona qilmanglar haligi puli yo'q deb. O'zinglar o'chirib qo'ygansizlar deb gapirasizlar. Что-то Руставели, оказывается, нет ни одной урны для мусора. Aliyev yozibdi. Mirzoulbekский tuman, Niyozbek yo'li 6-o'tish joyi, 16-uy oldida mashina qo'yish uchun joy yo'q ekan. Yangi Hayatskiy rayon, Sputnik 44, 4-dom. Нет напора горячей, холодной воды. Здравствуйте, уважаемый Фуркат ака, махалля Постера, микрорайон Ташгрес, дом 10, 11, 25А, Шахрабад, вдоль жестеры невозможно проехать. Просим вас срочно принять меры. С уважением, жители degan. Men hammasini yetkazdik, hozir keladigan bo'lsa yana yetkazamiz. Biz hozir bu yerda juda ko'p masalalar kelgan, ba'zi bir masala 5-6 marta bo'ladi. Shuning uchun biron bitta ele ketmaysiz-da, hozir o'tirib bitta-bittadan buni amaliyotda ko'rib chiqamiz. Buni tez to'g'rilamasak bo'lmaydi, erta endi yomg'ir yog'ib qoladigan bo'lsa, chatoq bo'ladi. Ulgurishimiz kerak. Sizlar bilan hurmatli tomoshabinlar, tez orada uchrashamiz degan umiddamiz. Kirib kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr, rahmat.